Assalomu alaykum. Sirojdin bozorini kuzatuvchilarimizga bugungi yangi mana no'murimiz kelib qoldi. 85-yil. Butun mashinamiz kapot ishlari o'ta chiroyli. Tushungan odamga, tushunmagan odamga farqi yo'q, buni yurar edi. Lasetti vakuum, motor korobka ходовой zo'r, benzinni yurib turibdi mashinamiz. Antifriz to'rtta buni yaxshi. Salonlarda boqilsa mana hech qanaqangi bir ishi yo'q. Sidinalar mana koja chexol. Torpedalar zavodskoy. Biz kuzatuvchilarimizga narxi qimmat emas, $1300 ga ozginagina o't beramiz. Kelib ko'rishingiz mumkin. Oppoqqina chiroyli yurib turgan mashina. YouTube kanallarimizga ham mashinamizni joylab boramiz. Sirojdin bozor deb turib YouTube kanaliga yozsangiz YouTube'dan ham chiqadi mashinalarimiz, Xudo xolasa.